Mesela mende Damas var, Damas'ım yürüyen. Uzun maşina bastıracakman. Sizlere kelaman, 3D tamamda xalazam tek boyutçu, xalazam 6 Pro, 12 toram. Bir günde işini bitirip veremiz koldan. Bir yıldan bir iş ilaç'a çıkarıp veremiz, 4%'da 22%'a. 40 milyonu bu adam konumunu kesse boladı. Devlet işinde işlesem bana aradarak şöyle deyin nerseler Yok, ahmet yok. yok, 1% ekan, ahmet yok, 1%. bilinmeyemegen. Yok, bilinmeydi. Yani metan koysa boladı deysiz-ku. Ko'pchilik adam aytadi bu turbina motora metan koysa turbası işlemeydi, azaltib qo'yiladi degan gap so'zlar bor. Uni chiqib qoladi bu yerlarda. Bu ikinci pozisiyası hozirgi kunda tan narxi 254 milyon 900. Eğer naqd bo'ladigan bo'lsa, skidka etib beramiz 25 milyon so'm. Buni birinchi pozitsiyasi bor. Birinchi pozisiyasi bu. Bu atmosferli motor. Bu turbina 240 milyon. Birinchi pozitsiyasi 240 milyon so'm. 239 milyon 900. Hammaga assalomu alaykum, Xorazmliklar kanalidagi aziz kuzatuvchilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Chery avtosalonida endi Chery avtosalonidagi hamma mashinalar rastrosga berib boshladi. Undan tashqari 4% kreditlar amal tog'a. Bugun shu video orqali Chery avtomobillar qiziquvchi odamlarga to'liqroq ma'lumot berish uchun bu videoni aytib turibmiz. Qo'llangancha qisqacha ko'rsatib o'tsak. Bo'ldi. 6 Pro'dan boshlasak, nav qulayliklari bor, krediti, rastrosga aytsangiz. Bo'ldi. 6 Pro'larimiz hozir kunda 1-2 svetidan boshqa hamma svetidan ichida tayyor. Qo'llangancha 2 soat ichida adlarni o'tirib, ponni chiqarib beramiz. Eng ko'p sotiladigan sedanlarimizdan birisi ham shu 6 Pro. Hozirgi kunda evvellari masalan 50% to'lasa 1 yil, 60% to'lasa 16 oy edi Asakabankda. Hozirgi kunda 30% to'lasa 1 yil, 40% to'lasa 18 oy, 50% to'lasa 2 yil, 60% to'lasa 3 yilgacha berib bilamiz. Rastrosga. 0% dan. Shunda hozir bu mashinaning yani ikinci pozitsiyasini 254 milyon dedingizmi? 254 milyon. 254 dan 60%'ini to'lasa 3 yilga qolgan rastrosga bo'ladi. Zo'r gap. Komfortlari hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor. 4 sidiniyasi qizadi, ruli qizadi, laboyi qizadi, elektronniy rul, avtomat korobka, beskuluchli dostup. Bezopaslik jihatdan 4 tane airbag. Ishqilib komfort hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor. Hech narsa qo'yib o'tirmaydi. Chexol, pul, yumshoq balon qo'yib o'tirmaydi. Hamma o'z zavodi o'zida bor. Keyin ham bu eng ozi deyarli 215 million so'm plan, 214 million 900 so'm atrofida. Tiggo 2 Pro avtomobili bu. Bu avtomobildan bormi? Rastrosga. Bu avtomobildan to'shi shuningdek bo'ladi. Ikkisiniki bir xil. Agar yo'q, men muddatini ko'paytiraman yoki kredit olaman degan odamlarimizga 50% to'lasa 2 yilgacha 4% dan aytib beramiz. 4 yil. Bunda ham shu hamma narsasi bor, lyukan bor bunda. Ko'p odam bizlar lyukka qiziqadilar, lyukan bor o'zida tayyor. Chiqil sveti bormi? Ham hozirgi kunda nima ichida qizil sveti, go'k sveti, seri, qora, oq, hamma svetidan bor. Hamma svetidan bor. Hamma svetidan bor. Metan ketadi bular. Metan ham propon ham. Orqasi ham diskovoy tormoz. 17lik sakadiska, yumshoq balon. Keyin qaranganda yana bir savol bor. Hozir masalan rastrosga aytdirsiz-ku. 30% dan 40%. Muddati ozroq bo'ladi. Endi menga muddati ko'p bo'lsa ham farqi yo'q. 5 yil, 3 yil kredit kerak desam chiqib qoladi. Kredit kerak desa, 1 yildan 5 yilgacha chiqarib beramiz. 4% dan 22%gacha kreditlarimiz bor. DSVdan aytib berasiz, tushuntirib berasizlar. Grafiklarni chiqarib qo'llarına beramiz. Hamma ma'qul variantini tanlaydi. Keyin 7 Pro nanga 7 Pro. Zo'r, halovoy zo'r mashina 7 Pro. Ko'p odam maqtaydi buni. 7 Pro bo'ladi. 7 Pro'larimizda imtiyozlarimiz ko'p. Masalan 30% to'lasa 1 yil beramiz, 40% to'lasa 2 yil, 50% to'lasa 3 yil, 70% to'lasa 4 yil beramiz bularni. Bularning motori turbina bo'ladimi, atmosferli bo'ladimi? 1.5 turbina, 147 ot kuchi. Agar eldindan to'lovim yo'q deydigan mijozlarimiz bo'ladi-ku, eldindan kamroq to'layman, yo bo'lmasa keyin oylik to'lovim chalim bo'lsam farqi yo'q deydi odamlarimizga 52 million bilan chiqarib beramiz. 52 million so'm. 52 million so'm. Bu qaranganda keyin hozir kreditlarni foizini ham aytdik-ku biz. Masalan shu bir yerda rasmiy ravishda davlat ishida ishlaydi ular yoki bo'lmasa ishlamaydi ular bular foizi ta'siri bo'ladimi, o'zgarami? Foiz ta'siri bo'ladi, kamida 1%. Bu oylik to'lovimda 50-60, uzoq 100 ming so'mgacha. U demak men hech yerda ishlayman, davlat ishida ishlasam men ordaroq tushadi degan narsalar ahamiyat yo'q. 1% ekan, uncha bilinmaydi. Yo'q, bilinmaydi. Bu mashinadan qulayliklar, komfortlarini ozgina qisqacha aytib o'tsak. 7 Pro'larimiz panorama lyukli bo'ladi. Sidiniyasida pamet bo'ladi, 2 xil rejimda, 4 sidiniyasi ham qizadi, rul ham qizadi, monitor tablosi qo'shilib ketgan variantda bo'ladi, climate control 90 ikki taraflama, беспроводной zaryadka, borimiz katta, xodimliklar ham bor, elektronniy rushnoy, avtoxol, 2 xil rejim, Eco Sport, 360 gradus kamera. Full. Keyin yana bir savol bor, ko'pchilik aytadi, 7 ni xadovoyi 8 ga qaraganda yaxshiroq deydilar. Bu gap chala to'g'ri. Ya ikkisiga ham bir xilmi odamlar bo'lsa shu mintuylarni chiqib. Yo'q, 7 ni xadovoyi yumshoq bo'ladi. Nechun desa, bu shahar krossoveri.
8'imiz esa yo'l tanlamas. U nedorojnik u. Bu 4 balon tortadi. 4 balon tortadi. Shuni hisobona uni xodovoyi bunikina qaraganda sal jo'stkroq bo'ladi. Chunki tog'larga chiqishi kerak-ku. Shuni hisobona. Motori rasxoti qaysinikinchi? Motor rasxoti 8 niki 1.6 liki, balki 2 liki bor. Rasxoti sharichi 8, dalniy 6, eko rejimindaligi. 7 niki esa dalniy haydasa 6 bo'ladi. Sharichini haydasa 7, 7,5, 8 atrofida bo'ladi. Eko sport rejimida. 8'lar tuzumdan boshlanadi. 8'larimiz 417 milliondan boshlanadi, 480 milliongacha. Ular ham ishlab surishcha kreditlar bor. Hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor. Keyin yana bir savol bor. Ya'ni metan qo'ysa bo'ladi dedingiz-ku. Ko'pchilik odam aytadi, bu turbina motori metan qo'ysa turbasi ishlamaydi, ajratib qo'yiladi degan gap so'zlar bor. Bu nechik bo'ladi yerlari? Metan qo'ysa, bularga prostor qo'yilmaydi, pokoleniya qo'yiladi. Ham bizning servislar qo'ysa garantiya buzilmaydi. Turbinasi bo'ladimi, motori bo'ladimi, boshqa narsasi bo'ladimi, chekanami, shu bizning servisga keladi, hamma narsa to'g'ri o'rnida hal bo'ladi. Hamma o'zingiz garantiyasini bersa, turbinasi ham ishlaydi. Zo'r. Garantiyasi bizning bo'ynimizda bo'ladi. Nomachida nolichida tayyor bor, tayyor yo'q hozir. Nolichida Arizo 6larimiz tayyor. 2 Pro'larimizda Holland sveti tayyor. 7 Pro'larimiz ham yetirib beramiz. 8 Pro'larimiz ham tayyor. Hammasidan boshini. Hammasidan bosh. Svetlaridan farqi yo'q hozir. Svetlaridan farqi yo'q. Arizo 6larimizda qora sveti hozir sal yetishmovchilik bo'lib turibdi. Shunda Arizo 6 Pro baribir endi shahardan ko'payib boshladi. Odamlar ham o'zi boshda ko'rib turadi, to'g'risini ochiq gap, baribir cherin chiqmasin ekan deb o'ylandilar, lekin ko'p odam oldi, ko'p odam edek ko'rdi, edek ko'rgandan keyin bildiradi, ana basa-bas olib yotibdi. Shuning uchun qora sveti ikkisi ketdi. Qora sveti kamroq, shuning uchun ozgina kutish kerak qora sveti bo'lsang. To'g'ri. Boshqa svetlar tayyor bor. Boshqa svetlar tayyor bor. Zo'r. Keyin yana bir narsa bor. Ya'ni aytdingiz-ku, oldindan pul to'lash kamroq puli bo'lsa, 50 million bilan chiqardingiz-ku. Tigo 2 Pro arzonroq. Bunikidan tuzum bilan chiqadi taxminan. 32 million, sug'urtasi bilan 39 millionga chiqadi. 39 million bilan cherik 40 millioni bor odam qo'lni minib ketsa bo'ladi. Zo'r. Bir kunda chiqarib beramiz. Cherik avtosalonida pastda telefon nomerlari chiqib turibdi. Bemalol telefonlardan so'ranglar, qaysi mashina sizlarga yoqdi yoki bo'lmasam qaysi mashina haqida to'liqroq ma'lumot kerak. O'zi umumiy Cherik avtomashina haqida chiq savollaringiz bo'lsa, bemalol ish pastdagi nomerlari bemalol telefonlardan so'rashlaringiz mumkin. Agar yo'q, mashinani borib ko'rjakman, haydab ko'rjakman desangiz ham bemalol kelaversa, test drive hamma mashinalari bor. Tayyor kelasizlar, olmasangiz ham o'zingiz uchun haydab ko'rib ketsangiz ham bo'ladi. Ko'rsangizlar ham bo'ladi. Test drive mutlaqo bepul. Agar mashinalaringiz bo'lsa, trading xizmati ham bor. Hisoblab o'zlarimiz olib qolamiz, toza mashina berib beramiz. Bu bo'lgani Cherik avtomashina uchun trading o'zimiz jam mashinalar bo'lsa bo'ladi. Jam mashinalar bo'lsa bo'ladi. Farqi yo'q, yo'q, farqi yo'q. Masalan, Cobalt, Gentra, Nexia 1, Damas, Matiz, Tico umuman farqi yo'q. Masalan, menda Damas bor, Damasni yurgan, o'sha mashina olmoqchiman. Sizlarga kelaman, trade etaman, xorazm tek bo'yicha, xorazm 6 Pro minib ketaveraman. Bir kunda ishini bitirib beramiz qo'llangancha. Cherik avtosalonining manzili Taxta bozor yo'lida, Ubulgay ko'pirining 7000 chap qo'lda joylashgan, o'ng qo'lda esa Glass Pro bor. Pastda aytganimdek telefon nomerini qoldirdim. Agar manzilning lokatsiyasini tushunmasangiz, telefon urib, nerda deb bir og'iz so'rasangiz, yo lokatsiya tirjab beradi, yo tushuntirib beradi. Bemalol telefon urib, hamma savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. Shu bilan videomiz qisqa videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Aytganimdek to'liq ma'lumotlarni, to'liq savollarga javoblarni pastdagi nomerga telefon urib bemalol olsangiz bo'ladi. Qimmatli vaqtingizga rozi bo'lasiz degan umiddamiz.